Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak, sizlar bilan navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bu safargi video darsimiz amaliy mashg'ulot ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, demak, bu safargi amaliy mashg'ulotimiz Windows operatsion tizimi va unda ishlash haqida bo'ladi. Windows Plus operatsion tizim hisoblanadi kompyuterlar uchun. Xuddi qo'lingizdagi telefon, mobil operatsion tizimlar ham mavjud. Qo'lingizdagi telefon, masalan, Android ishlatishingiz mumkin yoki Apple bo'lsa iOS ishlatasiz, to'g'rimi? Ana shu narsalar operatsion tizim hisoblanadi, o'sha dasturlar. Windows operatsion tizimini to'xtalishimiz kerak ekan. Bu haqida birinchi aytadigan gapimiz, Windows bu Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan operatsion tizim hisoblanadi. Buni juda ko'p versiyalari bor. Biz hozir ayni paytda Windows 11 tizimida ishlayapmiz. Masalan, joylashuvlar, ko'pchilik agar shu sohaga yaqin bo'lsangiz, menimcha o'sha birdan aniqlagan bo'lsangiz kerak Windows 11 ekanligini. Windows 11 da ekosistema, ya'ni ko'rinish interfeyslari biroz boshqacharoq bo'ladi. Windowsda ishlash endi juda ko'p narsada ishlashingiz, o'zim asosiy narsa Windowsda ishlaysiz. Biz endi ba'zi jihatlariga to'xtalamiz qo'limizdan kelgancha. Aslida bu ko'plab vaqt olishi ham mumkin, uncha ko'p vaqt olmasligi ham mumkin. Paradoks bor. Xo'p, boshlaymiz unda. Windowsda nima ishlar qilsa bo'ladi? Biz Windowsda o'zida ish qilmaymiz. Windows bizga vosita hisoblanadi aslida. Bekorga men настройкаga kirganim yo'q, parametr yoki inglizchada setting bo'ladi. Masalan, bu yerda главный, masalan, asosiy bosh oyna. Kompyuteringiz nomi, mana bu yerda Wi-Fi, Wi-Fi dan foydalanyapman. Wi-Fi ulangan Wi-Fi nomi va sistema, tizim. Masalan, displeyga kirasiz. Displeyingiz haqida ma'lumot bor, o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, turli xil ko'rinishlarga olib kelishingiz mumkin, grafikasini almashtirishingiz mumkin. Displey haqida ma'lumot hisoblanadi. Ba'zilar esdan chiqarib qo'yadi, biz ham ba'zi esdan chiqarib qo'yamiz. Misol uchun, displeydagi sozlamalar qayerda desangiz, hammasi настройкада, o'sha sozlamalar bo'limida yoki settingning ichida bo'ladi. O'sha bu tungi rejim, qizg'ish ko'rasiz, ko'zni olmaydi. Aslida hozir tunda mana shu rejimdan foydalanishimiz kerak, lekin biz oddiy rejimda foydalanaveramiz. Bluetooth va qurilmalar, masalan, Bluetooth orqali nimaga ulangan bo'lsangiz, mana shu yerdan parametrlar sozlab olishingiz mumkin bemalol. Mishka, kamera, mobil qurilmalar, printer, skaner va hokazo hammasidan shu yerdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Kirasiz, foydalanaverasiz bemalol, nimani xohlasangiz. Masalan, mishkani alasini, ko'rinishlarini, skorsini, boshqasini bemalol o'zgartira olishingiz mumkin. Seti internet, ya'ni bu tarmoq internet. Masalan, bu yerda ma'lumot bor. Anaqa Wi-Fi kirgansiz, Ethernet bo'lsa Ethernet, VPN bo'lsa VPN o'rnatganingiz, mobil Wi-Fi tarqatishingiz va hokazo. Personalizatsiya, bu shaxsiyat deydimi o'zbekchasida, endi mavzular qo'yish, temalar qo'yish, dinamik so'zlashishni, boshqa mana shu kalkuslarni o'zgartirish, hammasi shu yerda bor. Birlashgina bu qurilmalar, ilovalar bandiga kirib, bemalol qaysi ilova bilan qanday ishlash haqida bemalol ko'rishingiz mumkin. Masalan, avtozagruska qaysini ishlashi kerak, qaysi avtoga turmasligi kerak, hammasini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Uchetni zapis bu o'zingizda profilingiz, ya'ni xuddi ikkita foydalanuvchi ochib olishingiz mumkin bemalol. Shu narsalar joylab, время, vaqt va til, o'yinlar, endi bu o'zini o'yinlari bo'lishi mumkin. Uncha muhim emas, maxsus imkoniyat. Bu haligi kompyuterni tahrirlash, formatlash jarayoni, ovozlar, boshqalar, razmer tekstlar, hammasini shu yerda o'zgartirishingiz mumkin. Konfidensiallashda, ya'ni bu xavfsizlik tizimi hisoblanadi. Masalan, Windows dashtiga kirishingiz mumkin. Nimalar qanday ishlayapti, xavfsizlik sozlamalari, o'sha Windows Defender degan narsa bor, Windows himoyachisi. Masalan, sizda masalan, bu yerda hozir nima yo'q? Haligi antivirus yo'q menda. Antivirus odatda ishlatmayapti ko'pchilik. Men ham ishlatmayman. Sababi Windows o'zini himoyalovchisi bor. O'sha himoyachisi bilan bemalol ishlashimiz mumkin. Nima uchun antivirus ishlatilmayapti odatda? Windowsga ko'proq tegishli boshqa nimalarda ham bor, operatsion tizimlarda ham. Masalan, biror bir dastur o'rnataman desa, internetdan olib, bu xavfli bo'lishi mumkin deydi, yo'l qo'ymaydi. Xavf bor bu yerda deydi. Aslida
to'g'ri qiladi aslida. Haligi norasmiy bo'lgan saytlardan olsak, litsenziyasi yo'q bo'lgan mahsulotlar o'rnatsak, o'zi xavf bo'lishi mumkin rostdan, lekin biz nima qilamiz? Bu yerda bor bo'lgan haligi antivirusni o'chirib qo'yamiz xalaqit qilmaslik uchun. Bu noto'g'ri. Обновление Windows, agar yangilamoqchi bo'lsangiz, bemalol Windows yangilashingiz ham mumkin. Skachada ustanovit qilasiz. Ya'ni Windows ba'zida yangilanish keladi. Ba'zida emas, odatda o'zi kelib turadi. Masalan, telefoningizda обновление keladi, yangilanish keladi telefoningiz tizimiga. Har safar haligi sozlamalarda ochgan paytingiz bir bo'lib turgan bo'ladi, qizil, ya'ni qandaydir bildirishnoma bor bu yerda. Ochsangiz yangilash so'raydi yoki biror bir dasturni yangilashni, ilovani so'raydi, yangilash. Windowsda ham xuddi shunday operatsiya tizim yangilanishi kerak. So'raydi, yangilash. Bosishingiz mumkin, to'xtatib qo'yishingiz mumkin, e'tibor bermasligingiz mumkin, o'tkazib yuborishingiz mumkin. Telefoningizda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa. Tizim shunday, hech qanaqa bu yerda muammosi yo'q, bu yerga chiqishingiz mumkin. Xo'p, yana nimalar bor? Windowsda aytgancha, masalan, mana bu Windows 11 da odatda o'rtada turadi. Biz hozir mana bu zapis qilyapti. Biz nima? Pastroq olib qo'yaman. Mana bu pusk menyusi o'rtada turadi. Yoki bo'lmasa, sal boshqacharoq joyda bosam, mana endi bu boshqacha chiqyapti. Mana bu boshqacha chiqyapti. Bu ko'rinishni o'zim tanlaganman. Ilovasi va programma shuni o'rnatganman. Mana shu ko'rinish yoqqani uchun. Boshqaroq joyga bossam, mana bu. Aslida Windows 11 da pusk menyusi, puskni bosganimizda mana shunaqa ko'rinishda chiqadi aslida. Bu orqali ham ko'pchilik bilib oladi. Microsoft Windows haqida gapirgan, Microsoft Store haqida gapirishimiz kerak. Microsoft Store, ya'ni bu operatsion tizimni o'zini haligi magazinida, do'koni. Xuddi telefoningizda Play Market bor yoki App Store bor, iOS uchun. O'sha narsa aslida. Qarang, o'yinlar, ilovalar, boshqa bir hamma narsa mana shu yerdan skachat qilishingiz mumkin, o'rnatishingiz mumkin. Bemalol hech qanaqa cheklov yo'q bu yerda. Masalan, kiramiz, nimadir yo'qda, temaga kirdim, misol uchun, mavzuga kirdim. Qaysirini olib bemalol o'rnatib olaveraman men. Ya'ni rasmiy narsada, bu rasmiy platforma hisoblanadi. Bemalol o'tib o'rnatib olishingiz mumkin. Bu ham bu boshqa Mac'larda ham bor, Mac tizimida ham bor. Bitta faqat Windowsda bor deya olmayman. Bu ham ma'lumot uchun aytib qo'yapman sizga. Xo'p, yana nima? Windows tugmasi bor klaviaturangizda chap tomonda ikkinchida turadi, Control yonida klaviaturada bo'lsangiz, Windows belgisi ham bor, o'sha 4 katak, 4 ta katak bo'ladi, bayroqcha. Windows plus R harfi, R harfini bosasiz. Ya'ni o'zbekcha aytganda R harfi. Windows R ni bosgan paytimizda menda mana bu narsa chiqadi. Tezkor komanda o'yna. Bunga mana bu joyda esa aynan kerakli bo'lgan komandani berishimiz kerak. Misol uchun men oxirgi marta cmd da ishlagan ekanman. Masalan, cmd deb yozsangiz, komanda strok deyiladi, komandalar bo'limi hisoblanadi. Mana bu oyna ochiladi sizga Windowsda. Siz oynalar ko'rinishida emas, mana bu yerda kodlar, har xil buyruqlar ko'rinishida ham berishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda hech qanaqangi bir muammo yuzaga kelmaydi. Faqat kodlarni bilishingiz kerak. Internetga yozsangiz ham sizga cmd kodlari deb yozsangiz, kod cmd deb yozsangiz ham ma'lumot beradi sizga bemalol. Ya'ni bu yerdagi kodlar bilan ishlash xavfsizroq degan tushuncha ham bor ba'zida. Xo'p, bu ham bir funksiya hisoblanadi. Xo'sh, endi poiskni ochamiz. Odatda Windows 11 da mana qanday bo'lsa, xohlagan joyingizni terib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, parametrda xohlasangiz tepaga qo'yasiz yoki bitta papka qilib qo'yasiz. Telefonda haligi menyuni o'zgartiramiz-ku, bemalol menyuni o'zgartirganday foydalanaverasiz. Hech qanday muammo yo'q. Seni bossangiz hammasi qanday chiqadi. Planshet rejimiga o'xshab qoladi bu. Bunaqa ko'rinishni ham keltirib qo'ysangiz bo'ladi. Agar sizga bitta narsa kerak bo'ldi, misol uchun mana yapamiz. Bu yerda qaysidir ko'proq kerak bo'ladigan zakreplarni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun menga masalan CapCut kerak. Olaman, zakrdan ekran. Chiqaman, mana CapCut turdi. Ko'rdingizmi? Ba'zi joylarda savol kelib qoladi, o'sha qanaqa chiqaramiz? To'g'ri e'tibor bermasligimiz mumkin bu narsaga, esimizdan chiqib qolishi mumkin. Shu payt mana shu yo'lni tutasiz xullas.
Xo'p, bizda bu yerda total commander yo'q. Keling, total commanderdan chiqarib qo'yamiz. Mana total commander bittasini chiqarib qo'yamiz. Zakriptonni qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu yerda chiqadi. Kelgan paytimiz bemalol mana ishlatib ishimiz mumkin. Xo'p, Windows tizimida ishlash unchalik qiyin emas. Keyin sizga maslahat beramiz. Windows tizimida qaynoq tugmalari bor, ya'ni garaj klavish bor. Tezkor tugmalar ham deb nomlanadi bu. Xo'p, tezkor tugmalar nima degan? Masalan, ba'zida mana bu qimirlab turgan kursorli sichqonchangiz ishlamay qolishi mumkin. Aslida sichqoncha qo'shimcha qurilmaydi bir vaqtlar. Hozir endi asosiy yo'tib ketdi 50-50 deyiladi. Sichqonchasi ham ishlatsa bo'ladi. Asosan sichqonchasi ishlatsa 100% bo'ladi kompyuterda. Sichqoncha tezlashtirib beradi ishimizni. Shu tomondan tezkor tugmalarni yodlab qo'yishimiz kerak. Biz buni kanalimizda, Telegram kanalimizga tashlaganmiz. Tezkor tugmalar. Agar topolmasangiz nima qilasiz? Google'ga kirasiz. Google'ga kirgandan keyin mana bu yozamiz. Tezkor klavishlar qarang. Tezkor yozsangiz, tezkor klavishlar chiqib keladi. Bu yerda ham bor, bu yerda ham bor. Kartinga kirsangiz hammasi bor. Va videolar ham bor ekan tezkor klavishlar haqida. Biz endi hali video tayyorlamaganmiz, to'g'risi. Masalan, Excel uchun alohida, Word uchun alohida, Windows umumiy. Siz katta ehtimol nimani bilasiz? Tezkor tugmada Ctrl C, Ctrl V ni bilsak kerak. Mana bunga o'xshagan. Videolar ham bor ekan. Nima uchun buni aytyapman? Ko'chirish hamda qo'yish, joylashtirish degan nimalar bor haligi. Kombinatsiyaga ega bo'lgan klavishlar bor. Shundan ko'pchilik foydalanadi. Shuni nazarda tutib aytyapman. Mana bu yerda bor ekan, masalan, asosiy funksiyalar. Ctrl N yangi hujjat bu menimcha haligi uchun. Word uchun ekan. Keling biz birozgina chiqamizda. Aslida misol uchun mana tezkor klavish chiqib ketdi. Mana bu yerda bor. Yoki bo'lmasa mana keng saytda ham bor. Mana bu saytda ham bor mana. Chiroyli qilib tushuntirilgan. Bu o'zi nima uchun kerak? Mana Windowsga tegishli, bu Linuxda yoki Macda ishlamasligi mumkin, Mac sistemasida. Mana Windows uchun nazarda tutilyapti, chunki mana Windows bilan foydalanishimiz mumkin-da. Mana misol uchun mana bu qarang. Windows logo plus R harfini bosganimizda WipoNet oynasi mana. Windows mana R deb bosaman, mana ochildi WipoNet. Ya'ni bu aytganimizdek tezkor jarayonga o'tish imkonini beradi. Hozir yana bu qaytaman bu oynaga, hozir o'chirib turay. Ctrl Z orqaga qaytarish, Ctrl Y bajarilgan matni oldingi holatga o'tkazish, masalan Wordda asosan. Bu tezkor tugmalarni o'rganishingiz, masalan Windowsda nima uchun kerak? Bu aytganimdek ekstrem holatlari bor. Birinchidan o'sha ishingizni yakunlashingiz uchun kerak bo'ladi ko'pincha. Yoki bo'lmasa, haligi vaqtni tejash. Biz odatda kompyuterda mana bu yerga kirib, mana bunga bosib, keyin o'chiramiz, to'g'rimi? Ba'zilar. Tezkor klavishda esa bu tezroq bajarish uchun Alt F4 ni bosishimiz to'g'ri keladi. Bo'ldi. Ishimiz hal. Bemalol o'chirishimiz mumkin. Xo'p, CMD ga yana bir qaytaman. CMD debman, mana WipoNetga yana qaytaman. Kompyuter haqida ma'lumot olishimiz kerak. Ba'zilar shunga DX, Diag degan foydalansak bo'ladi. Masalan, mana bundan ham foydalansak bo'ladi bemalol. Qarang. DirectX da ma'lumot beradi. Kompyuterimiz nima haqida, hozir qaysi sanada turibmiz, umuman kompyuterimiz kuchi haqida ma'lumot beradi. Yoki bo'lmasa Windows R deb bosamiz. MS Info 32 deb yozsak, bunda ham bizga to'liq ma'lumot beradi. Masalan, sistema haqida, kompyuteringizda qanaqa plata turibdi, operativ xotira qanaqa ishlayapti, yoki mana apparat resurslariga bosamiz. Mana hammasi haqida ma'lumot bor. To'liq ishlash haqida, masalan, komponent, display haqida ma'lumot, modem, set, port, pechat, USB va hokazo hammasi haqida ma'lumot beraveradi bemalol. Ya'ni Windows ishlash qulay, xalqchilroq variant, haligi xalq tilida aytganda. Ba'zida telefonlarda tortishuv bo'ladi, bilsangiz. Android yaxshimi, iOS yaxshimi degan savol tug'iladi. Bu kimni qanday ishlatishiga bog'liq ko'pincha. Masalan, kim uchundir
iOS qulay, doimiy ishlatadi, hamma funksiyalarni tushunadi. Kim uchundir esa Android qulay. Shu funksiyalarni anchadan beri biladi, ishlatadi. Windows ko'proq shu Androidga o'xshaydi. Ya'ni oynalar juda ham sodda, kirish imkoniyati bor. Tushunarliroq ko'proq. To'g'ri bu yerda qotish, kompyuterga qotib qolish boshqa, bu qurilmalarga bog'liq jarayon. Windowsga bog'liq jarayon emas. Windows bu tizim, operatsion tizim shunchaki. Mac tizimida ishlaydigan, Apple ga ishlaydiganlar, masalan, har doim hamma ham Apple ishlata olmaydi. Qimmatroq kompyuter birinchidan, qimmatroq bo'ladi, xarajati yuqoriroq bo'lgani uchun. O'shaning uchun ham ba'zida qiyoslanadi Windows Androidga. Oynalar bilan ishlagani uchun. Windows nomini ham bilasiz, o'zi asli inglizchadan olingan, bilasiz. Oynalar degan ma'no beradi. Hamma narsada oyna bor. Qarang, ochamiz, mana oyna ochildi. Bunga o'tamiz, yangilanadi. Yana bitta ochamiz, nimadir kiradi. Bunga ochamiz, oyna ochiladi. Hammasi oynalar bilan. To'g'ri, Windows R'dagi CMD ham aslida oyna. Ko'pchilik kodda ishlaymiz, aslida oyna deb yoziladi. Mana bu yerda esa o'sha o'ziga kerakli bo'lgan narsani yozib ketaveradi. Endi men tavakkal yozyapman, kodlari bor buni. Oynada ishlashga mo'ljallangan hisoblanadi. Qisqaroq bo'lsa-da, aslida Windows'da funksiyalari hamma tomonlarni tushuntirishga aslida juda ham ko'p vaqt ketadi. Men qisqa qilib Windows haqida ma'lumot berishga harakat qildim. Nima, qayerda ishlashimiz kerak. Ofis dasturlari haqida bizda alohida video bor. Sozlamalarni men birroq ko'rsatgan bo'ldim. Bilsangiz, mana parametrlar ozgina ko'rsatdim. Bu haqida ham alohida videomiz bor. Yoki tepadagi programmalar, ba'zida mana bu o'yinlardan test qilamiz. Bekorga ustanofga qilinmagan bu o'yinlar. Grafik kartani test qilish uchun, sovish tizimini tekshirib ko'rish uchun, boshqa narsalar uchun ko'pincha asosan tajriba uchun hammasi o'rnatilgan. Aslida shu imkon qadar harakat qilamiz. Keyingi darslarda o'sha Linuxda ishlashni ham ko'rsatishga yoki Mac tizimida, Apple'da ham ishlashga ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozircha mana shular. Bugungi amaliy mashg'ulotimizda aytmoqchi bo'lgan fikr mulohazalarimiz shulardan iborat edi. Amaliy mashg'ulot yuzasidan fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi manzillar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Qolaversa, ushbu video tagida izohlarda ham biz bilan muhokama qilishingiz mumkin. Siz bilan yaqin daqiqalar davomida Farhod Tursunov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.